Hammaga salom sizlar bilan men millioner xush kelibsiz. Yana yangi video olyapman. Meni bitta sherigim bor, u yonida ekan. Salomlashib qo'y. Hammaga salom de. Bo'ldi. Hammaga salom. Bunda biz boshlaylik. Mana bunday. Qanaqa? Endi Odatmi? men bu yoqda judayam qiynaldim. Shunda albatta obuna bo'lib qo'ying. Mana bu bedrocklarni kreativdan olishga majbur bo'ldim, lekin bularni hammasini men yasadim. Qanday qiynalib bo'lsa ham, lekin judayam ko'p vafot etdim. Lekin bir kichkinagina bo'lmadi. Qani Roblox? Yo'q, Minecraft. Endi Robloxni yo'q qilamizmi? Bo'ldi. Obunachilar, do'stlar. Mayli, endi Robloxni yo'q qilamiz. Men uchun esa bitta uxlayman. Kim turganimdan kreativga o'tib olaman. Mana bunday. Yana qanday kreativ bo'lishni o'rgataman. Mana bu qalamchaga bosasizlar, keyin mana bu yerga bosasizlar, xuddi sizlar qayoqdan boshlagan bo'lsangiz shu yoqdan davom ettirasizlar. Endi hech narsangizga teginmaydilar. Biz Enderman'ni tuxumini olamiz. Tapor olamiz. Neger qo'yib qochib ketdi. Qo'yib bo'lmayapti bu ne? Oppoq negerni. Bizda negerni qo'yib bo'lmayapti. Qarang. Evinlarga qaraysiz bilan. Qarang, evinlarga qarang. Buni atmaymiz lekin. Ay, video o'tirdi. Ammaladiz. Mayli. Mana bu oppoq negerni qo'yib bo'lmayapti. Mana nezerga bo'lish kerak. Nezer. Oppoq nezer. Mana qani aslah. Aslah. YouTube qo'ysinlar. Mana tonga tekil. Kattingda oldim. Kattingga cho'tdim. Tonga tekling hamma. Mana Kim Vardan'ın uçga borgan? Kommentariyaga yozib qoldiring. Men bo'lsa. Qani. E'tibor bermanglar mana bu ovozga. Ne o'ynashyapti? Kvarts bizga nima kerak? Mana bu kerak bizga. Menimcha bilmaymi? Nasıl so'rag'aningga hech narsa. Yoniga jiyanim kelib oldi. Ben nimaga keldi? Lekin asabimni buzyapti. Video olyapman desam jilmaydi. Ovozingni o'chir, yaramas. Mana bu yoq xunuk ko'ryapti. Biz qo'yamiz bu yerga. Hamma narsalarni biz qo'yamiz. Mazza. Nedir aka? Sizmi ketib qoldim, Nedir aka? Nedir aka, sizni yo'q kelaman. Olovli to'yoqcha, olovli kukun. Hamayli, dastlabki rizqim shekilli.
Şimdi bunu koyamız. Şimdi biz nima qilamiz? Qani yana uxladik. Qachon edi? Yana bitta kerak. Qanday dahshat. Endi nima qilamiz? Endi qanaqa bug bo'ldi? Yana qanaqa bug bo'ldi? Temirim bormi? Temirim bormi? Afsus. Nezarga borishni unutamiz shekilli. Obunachilar, qanaqa bug bo'ldi? Mana bu. Mana bosyapman. Qarang. Mana. Bosyapman. To'g'rilandi. Qayerdasiz siz? Men sizni topmayapman. Yaxshiyam juda yo'l joyda paydo. Bu eski versiya kishi deb qo'yibdi buni. Mana bu qanaqa bo'ldi? Balki bu o'ldirgan emasdir. Pardon, ko'rsa palak. Pardon, kerak emas. Tualetxona kabi. Mayli. Minecraft endi bular. Ha, qurbaqa qayermi? Qurbaqa emasmi? Mushuk. Vafot etdi. Öldü mushuk. Pishkildi. Kartoshka burun. Bunu kim tanıydı? Aman. Biz. İlk kişiyle yemez mi? Ne bu da bu? Kamaylı. Biz gene saklılar. Nasıl yakıldı? Hani Nezer'nin eski versiyonu. Nezer. Obunachilar, nima deysizlar? Ha, mayli, bu yerdan so'm berating. Mana bu yerga keldik. Ana sizlarga ko'rsatmasdan bu yoqqa. O'zi ko'rsatgim ham kelmadi. Shunchaki men Speed Bumper rejimga o'tib qoldim-da. Minecraftda o'zgarib bordi. Mana edi. Speed Bumperda juda ham tez bordi. 2 sekundga hammasi hazillaydi degandek chaqiruvdim. Shunchaki Minecraftning o'zida yandek chaqiruvdim. Lamborghini keldi. Yo'q, menimcha men esladim. Men sizlar ana bu tugmani bosmadim. Sizlarga pauza qil. Juda tez borish uchun pauza qildim. Lekin samolyotga men aeroportga borishga majbur bo'ldim. Aeroportni oldidan spam qildim. Men shu yerga kelish uchun $650 to'ladim. Samolyotga minish uchun. Albatta hammasi sizlar uchun. Bu haqiqiy hayot emas.
Lekin hamma shu zavodda ishlash 10 soat bo'lmaydi, lekin olmaz 100 minut. Yana mendan nima so'rashdi bilasizlarmi? Bitta nizrit berasan dedi. Men esa basharaga qarab tupurib yubordim. Olmaz beraman dedi. Mayli. Yana oxirigacha olib borgani yo'q samolyot. Aeroportga olib bordi. Keyin poyezdga minib, poyezd mana shu yerga olib bordi. Lekin poyezd oxirigacha olib bormay, avtobus olib borib ketdi. Shunchaki judayam qattiq qiynaldim. Buyni ham oxirigacha bitirmadim. Shuning uchun hammaga qiziq bo'lishi uchun mana shu videoga men qanaqa maynamochilik? Kim varlığım bilen jang qilib o'tgan, kommentariyaga yozib qoldiring. Men albatta o'qiyman. Videolarni qisqartirishim kerak. Judayam uzun bo'lib ketyapti. Lekin men qisqartirmayman. Nimaga? Nima qisqartiraverib, battar qisqarib ketdi. 2 sekundga video tugab qoldi. Yana obunachilarga qiziq bo'lmaydi. Nima bo'ladi? Hammasi barbod bo'ladi. Bu qismlardan iborat bo'lmaydi. Jonga ketgandir, qismli videolar. Shuning uchun qismli qilmasga qaror qildim. Yana bir gap. 400 ming obunachilardan keyin men o'zimni yuzimni ko'rsataman. Lekin hozir yoshda emas. Yosh vaqtimda keyin ko'rsataman. Kichkina yoshimdagi vaqtimda. Mana buni qilamiz. Yo'tamda uxlaymiz. Kravatni mana bu yerga qo'yamizda. Maza. Maga xayrli kun. Mana. Ma endi Chris hammayli muhim emas. Mana 3 burchakni davom ettiramiz. 3 burchak tom juda ham yo'q qoldi. 2 mayli yana bitta naqlovlardan 3 burchakda o'dim. Kommentariyga qo'ying. Kim 3 burchak qilsin, kimga 3 burchak Minecraftda o'yinda qurgan uy yoqadi. Albatta kommentariyaga qo'ying. Mana. Shuncha narsa olib ish qilmagan. Uyat bo'ladi, uyat. Mayli, ishni olamiz. Bo'lmaymiz. Qani. Endi polni ikkita dosh turib
de bilen yasalgan crafting table'da 4 tane to pişiriyor. Kabustan ki peşkede eritip ne sonra aylantirilip versek de 4 ta ne stone birleştirip yasalgan taş tutayım müstahkem. Mana. Beni bezatamiz. Qani? Endi sandık yok. Malades unda bir tanesi yok. Ama Junan nima qilaman? To'g'ri javob topildi. Uyim oldiga qo'yib qo'yaman. Qaysini olsam ekan? Temirlisimi? Temirlik kelganda hamma yuver taxtalisidan qilgan, men ham taxtalisidan qilaman. Endi dir tosh kerak. Voy. Lo. Mana oldin ketdim men. Direkt chiqaman. Mana. Endi shiftni bosamiz. Endi sekin yuramizdan mana bunday qilamiz. Mana. Hammayla qismli qilishga majbur bo'ldim. Xayrlash vaqti yetib keldi. Hammaga xayr tomosha uchun sizlar bilan men qisqa vaqt ichida blender bo'ldim. Kelgusi videolarda ko'rishguncha